Alik bo'lsin, bugun Abdulla tog'imizning hikoyasidan 2-3 parcha, keyinda to'rdoshlarning hikoyalarini qo'shib so'zlab berma. Anadikin ma hikoyalarni uzmay chiqarma deb o'zimga va'da bergandim, lekin tunugun beshim bek qattiq og'rib ketib, bir kun uzilib ketib qoldi, lekin buni unda uzib qo'ymay har kuni ko'ngsin qilishga tirishima. Andan eskartish berib qo'y, bugungi hikoyaning mazmuni bizga qo'rqinchliqmi? Yuragi ojizlar, kichik bolalar, anadikin homildor ayollar anglamanglar. Qo'limizanglar, yurak bermisanglar, taqatmisanglar mayli, lekin arz qilgan ishni qilmagan bo'lsanglar ba'zi turdashlar jumi. Men hech kimning bir manfaatiga ta'sir yetkazgudek va yoki haddidan ziyoda, haddidan chetnab ketgan bir qo'rqinchli bir narsalarni so'zlamayman-ku. Ha, bo'ldi bo'lsa, hikoyamizga kirib ketaylik. Oldingi hikoyamizni 74-yilning oxiri Abdulla opasidan ayrilib qolgandan keyin cho'ng uyda o'z yolg'iz yashashga boshlabdi deb oxirlashtirgandik. Shunday qilib 74-yildan toki 81-yilgacha, shu 20 yoshlarga kirguncha shu uyda yolg'iz yashapti. Bu vaqtlarda ancha-muncha akalarning ishlariga yordamlashib berganda, bir kuni bir akasi debdi, bizning mahaldagilar jangalga o'tinga bormoqchiga, men seni shularga qo'shib qo'ygan bo'lsam, jangaldan bir harvo o'tin chiqqan bo'lsang debdi. Abdulla ma'qul bo'lgandan keyin akasi Abdullaga bir kala qo'shilgan harvoni tayyorlab, shu o'tin og'ilmangan sapga qo'shib qo'yibdi. Bular jami 5 harvoga kun chiqqandan tortib kun o'ltirg'ichi mengib, bir yerga kelgandan keyin qarsa bu yerda o'tinlar shunda chiqga, o'tinlarni harvoga liq besib, 5 harvoning hammasi to'shqandan keyin mahal tarafga qarab mengibdi. Gerçi 5 harvo u manzildan tang yo'lga chiqqan bo'lsa-mu, lekin ba'zi harvolar shunda ishtikmag'dika. Shunda qilib 2 harvo tez mengib, endi bularning ko'z yetkisiz darajada jiroqlab ketibdi. Yana 2 harvo shunda astimag'dika. Bularmi endi Abdulladan ayrilib xeyli jiroq bir yerda qolibdi. Abdulla shunda qilib bu sapning o'ttirda yolg'iz mengib ketibdi. Bu vaqtda allaqachon qorong'i tushgan vaqt ekan-to'q. Saat-saatlab o'z yolg'iz mangandan keyin o'zining farzicha shu maliga 7-8 kilometr qoldi deya yerda ketayotganda kalisi shunda pushuldab ketibdi-da. Shuning bilan bu kalbak yerib ketibdi, harvoga mami chiqib olmay deb harvodan tushib kalni yitlab mengibdi. Shundaq ketayotsa harvoga bir narsa chiqib olgandek his qilibdi. Shuning bilan keyiniga shundal burilib qarsa, endi o'zinglar bildinglar-ku, shu kecha xalqidan birisi harvoga chiqib olgan-ki. U narsa harvoga chiqib olish bilan tanglar kalımı xuddi kontrolini yo'qotgandek keyiniga burilibla jangal tarafga qarab mengibdi. Bu vaqtlarda endi Abdulla u narsalarni bek to'l ko'rib ketgachga xili yuragi pishib qolganka, bek qo'rqabmi ketmabdi. Shuning bilan nimbos bo'lsinmish bir narsani men bir qo'g'lib yetay degan xiyol bilan harvoning to'pisiga Abdullami chiqibdi. Abdullaning chiqishi bilan layliq narsa pastga sakrab tushibla kalni yitlab mengibdi. Harvini qo'noqlikda yitlab chiqqan vaqtda heliq narsam yo'qolib ketibdi. Bu harvi yana o'ttul bir o'ymonlikqa qarab mengibdi. U yerdan harvini aran tutib olib atrofi qarg'udek bo'lsa, yo'l ko'rinmabdi. Ya'ni bayotini ber o'zi ketayotgan cho'ng yo'l yo'qolib ketibdi. Shuning bilan endi qanday kelib qolgandimi deb yo'l izlab shu qorong'ida ketibotsa, bir do'ngi yo'l qopdi. Do'ngning ustida nur g'ullagan odamlar zig'irning qurib qolgan yog'ochlarini bir yerga do'lab, uniga o't yiqib, mashrab qilayotgan-ka. Bu döng aslida bu döngke, ya'ni bularning mahallasi bilan jangallikni ayirib turadigan bir döngke. Abdulla bularni ko'rib birinchi inkasda endi normal odam deb o'ylabdi-da. Bular nima mahallada mashrab qilmay bu jangallik bilan mahalning o'tirishidagi bu döngning tepsiga chiqib olib mashrab qilayotgandi deb hayron bo'lib shunda qarab qopdi. Abdulla tog'imizning deyishicha, toki hozirgacha ashta narsalarga uchrab qolsa, birinchi inkasda odam deb o'ylaydi-ekan. Onundan keyin bora-bora ularning odam emasligini his qilganda, toki hozirgacha ishtakan. Shu mashrab qilayotganlarga qarab turib qopdi. Bir kanda esini yig'ib atrofiga qarasa harvo yo'q, shunda sinchilab qarg'udek bo'lsa, bu harvo cho'ng yo'lning tepsida jangal tarafga qarab ketayotgandek. Shuna bilan Abdulla yugurib yetishib harvoga chiqib olibdi. Shunda ketayotsa, keyin tarafdan birisi Abdulla deb chaqiribdi. Keyinga shunday o'rilib qarasa o'zining akasiga endi o'zim bilmayotgan nima shunday qilganini tuyuqsizlar endi qo'rqqandan voyjon deb vaqirab ketibdi. Shuning bilan akasi velosiped bilan harvoga yetishib, "Qo'rqma ukam, bu men. Sen ma velosiped minib uy ketgach turg'in, men harvoni men opray" debdi. Shunday qilib, Abdulla velosipedni minib uyga qaytib kelibdi. Bu vaqt endi yarim kecha bir vaqtlar bo'lib ketganka. Akasim uzoq o'tmay keyindan yetib kelibdi. Ertasi deganda choy ichib o'tirib, Abdulla akasidan so'rabdi-da, "Aka, tunugun kechdi sen nimishqa tuyuqsizla meni izlab kelib qolding? Sen qanday bilding meni unday ishlarga yo'l qilib ketganimni?" deb so'rsa, "Men oqshom shunda qattiq uxlab ketibdi ekanman. Tushimda seni ko'rdim.
Sen mushu uyga qarab kelib etish yo'lida shunda qo'rqinchli bir narsalarga uchrab ketibsa, ular shunda jiqqa sening yo'lingni to'sib olib, ko'zingni bog'lab, iziq turib, yo'lni ko'rsatmay, işte avar qilayotgandek. Shundan bilan uyg'onib qarsam, sen yana qaytib kelmabsa, shuni ansirab seni oldinga borgandim debdi. Bu birinchi hikoya. Ota-onasidan kichiklik yetim qolgan Abdulla, u cho'ng uyda uzun yil yolg'iz yashab, u xil turmushdan zerikibdi. Men yashagandikin jahon kezib ko'rib boqmaymanmi deb 81-yili 5-ay mezgilda G'uljining Suyning noyisiga ishligil beribdi. Ham shu yerki ishlamchi bolalar bilan birlikda 5-aydan 10-oygacha ishlamchilik qilib yuribdi. 10-ayga kelgan vaqtda hamda Abdullaning beshig'i g'am tushibdi. Qarsi asta-asta havo soviyotgan, and bu havoning sovushiga ergishib agar ish chiqmay qolib qolsa nada yetib qo'paman deganni o'ylab, bildi ishlayotgan bolalarga debdi-da bu gapni. Dese yili bolalar kulib ketib, "Voy g'am qilma, biz har yili qishda shu ko'mirkonga berib ishlaymiz. U yerda ham issiq qishni chiqaramiz, ham bizning maoshimiz shunday yaxshi bo'ladi. Biz bilan birga shu ko'mirkonga berib ishla" deb. Ha deb shu bolalar bilan birga G'uljining ma'lum bir yerdagi ko'mirkonga berib ishlashga boshlabdi. 10-oydan 4-oygacha shu yerda ishlabdi. Haqiqatan ularning maoshi shunday yuqorga, ham 24 soat ishlasa 24 soat dam oldi. Shunda ishlab yurib 4-oyning oxirgi mezgillarida bir kuni kecha banda ishlayotgan Abdullaning o'rniga boqis keldi. Bularning o'rnisi ko'mirkondan bir 20 metr jiroqlikda bir yerga o'zlari yasab olgan o'rniga. O'rnida chiroq yo'q ekan, ma kondagi chiroqning yo'riqi shu o'rniga g'uva tushib turdi. Abdulla jiq o'ylamay endi hech bo'lmas deb qo'l chiroqni olmay o'rniga beribdi. Shu yerda o'tirsa Müş kontrapdan bir odam qo'lida kirsin chiroq tutgan holatda müş Abdulla tarafga udul menib kelib, ondan shu o'birning yon tarafida bir toshlandiq kon bor ekanda, u konni hamdi ancha-muncha taqtaylarda to'sib itib etganka. Shunda bo'lsin bir odam patqidek to'shik bor ekan. Qarab tursa, yiliq odam to'sib qo'ygan yerdan o'tibla, yiliqi konning ichiga kirib ketibdi. Bu yer hamdi uzun yil tashlandiq bo'lib ketgan bir konga odatda hech kim oyoq bosmayotganda, qo'rqinchli hechimi bir xil. U endi necha 100 yillar ilgari yangi Jungo qurilmasda bir odamlar ichib, ko'lab, ichini qurg'dab qo'ygan shunday bir konkanto. Abdulla ichida o'ylabdi-da, "Men akabda qarabma, o'birnida odam borkan-ku" deb, shu konning ichiga kirib o'ltiray deb mongdim nima bu odam, men to'lib olaychi deb keyindan menibdi. Abdulla yiliqi to'sib etgan to'shikning yiniga kelib ichiga kirmay, shu yerdan konning ichiga qarabdi. Qarsa bu konning ichida so'z bir xil yo'riqlik borka, hem u yerda 5-6 odam bir yo'g'on dosh qozonni cho'rdab turib, qozonda bir nima qaynatayotganka. Abdulla buni ko'rib hayron qilib, bular kim o'zadi, bular bu konga kirib olib, nim pishirayotgandi deganlarni o'ylab shular qarab tursa, Abdullaning badallari qetishib birdilla. Putini xuddi yerga mixlab etgandek, ya oldiga ya keyniga mang'anmay o'sha qetib qolibdi. Shuning bilan o'zining ko'rayotganlarining odam emasligini his qilibdi-da. Shundaqdim yana qiziqib yiliq odamlarning ish harakatlariga zan selib qarab turibdi. Bu odamlarning birisi qozonning ichiga qo'lini tiqibla, bir odamning beshini shu quloqdan tutiblam opdi-da, u bir odamning beshiga. Ondan mundoq o'rib, cho'rib qarab yiqib, yana qozonga tashlabdi. Qozonning ichida bo'lsa lip-miliq odamning beshi qaynayotgan-ka. Tosh qozonning atrofida cho'rdab turgan yana ba'zi odamlar bo'lsa, qo'l yog'ochni ilib olib, qozonning ichiga tiqib, shu odamning beshi qaynayotgan qozonni mushtaq aralashtirayotgandek. Buni ko'rib, bu Abdulla shunchalik qo'rqib ketibdi, hamda yuragi og'zidan chiqib ketayli deb qopdi-da, qochaydis qochanmaydi, midirlanmagan ekan. Qandoq qilama deb amalsiz shunda titit bo'lib tursa, keyin tarafdan boshliqining o'zining ismini chaqirgan ovoz anglabdi. Boshliqi Abdullani chaqirish bilan tang, ma put qo'llarimi bo'shab, anadan asli qaytgandek bo'pti. Abdulla mo'shiq kelgandek bo'p keyini qarsa boshliqi o'zini chaqirib turganka, atrofi qarsa tangmu so'zlay deb qolganka. Shuning bilan hech kimga hech nima demasdan ish o'rniga berib, tang atqicha ishlab yetib, tang ishdan tushgandan yotoqqa berib, boshliqiga deb qo'yib, "Men endi ertadan boshlab ishlamayman" deb ishidan istifa berib yetib, G'ulji shahriga qaytib ketibdi. Shuna qilib Abdulla ukandan istifa berib yetib, endi nima ish qilaman, nay berib ishlamayman deb o'ylab tursa, shu kunlarda shu Abdulla bilan tang istifa bergan bir dadash bakan to'q. Shu dadash, "Voy ukam, g'am qilma. Biz G'uljiga berib bir necha kun dam olib, anadan keyin kunasga berib, shu yerda ish bor deydi, o'sha yerga berib ishlab kelamiz" debdi. Degandan keyin Abdulla mu ham ma'qul deb shu dadash bilan birlikda G'uljiga qarab yo'l olibdi. Bular shu yo'lda ketayotgach, Abdulla kondi ko'rgan g'alati ishlarni u dadashga debdi-da, degandan keyin u
U dadaş külüp gidip, vay ufkam, unda işledigen kanda bek tolu görüldü. O sen köygen kan, burunqu zamanda bir boy odam o'z oldiga ichib olgan kan kentoq, bir tasodifilikda o't ketib, ichiga nurg'un odam qopsilib qilib kuyib ketgan. Biz ashta anglagantoq. Shuningdan buyon u yerda g'alati ishlar bekchiq ko'rildi. Sening ko'rganlaring bo'lsa, shu kuyib o'lib ketgan odamlarning ro'yi. Ular bizga hech qanday chiqilmaydi, qo'rqmasang bo'ldi debdi. Shuning bilan bular g'ulja kepti, bir necha kun dam olib, cho'gilab o'ynab degandek bir-birini yuturib qo'yibdi. Bir-birini topolmay bu Abdullah g'uljida heliq odamni bir necha kun izdegan bo'pti, topolmagandan o'zim yolg'iz mengay beraychi deb kunasga berib ishlab kelmoqchi bo'lib yo'lga chiqibdi. Shu vaqtlarda g'ulji shahrining sirtida 5 noyaga avtobus qatnaydigan bir cho'ng bekat bor ekan. Shaharning sirtirganda bu bekat. Shu yerda mashina izlab cho'gilab yurib, bir mashinaga ko'z tushib qopti-da, shuni bilan o'dil berib, "Aka, sen nega borsan?" deb yilqiga debdi. "Men kunasga boratdim, og'ash ketamsa" desa, "Bo'ldi, og'ash ketay. Sen palani bir davonni bilamsa" deb bir davonning ismini so'rabdi degandikin. Endi bu Abdullah u mashinaga chiqib olish uchun ha bilma deb qo'yibdi. Ha ma'qul deb heliq odam Abdullahning mashinasiga chiqarib olib, Nilqi noyasiga berib, u yerda tushirdigan bir mol bor ekan, tuxmalni tushirib yetib, anadikin bir davon bor ekan. Igiz bir davonga u vaqtlarda u davonda bir mashina mangudek yo'l yo'q ekan. Night tar, harvu yo'ldek ta bir yo'l bor ekan. Shu yo'ldan ustiga qarab mengib, bir yer kelganda anadikin davondan pastga qarab mengishga boshlabdi. Bu mashina shu davondan past tarafga qarab ketayotgan vaqtda mashinaning eshigi ochilibla birsi Abdullahning qo'lidan kapni tutib pastga so'rablab tushib ketibdi. O'zini kimning pastga apchib ketganligini ko'mabdi-da Abdullah. Qarsa heliqi mashina yana hech nima bo'lmagandek pastga qarab ketayotgandek, yarim soatdek heliqi mashinani qo'g'lab, vaqirab yuguribdi-da. Heliqi shofir hech bir to'xtaydimabdi. Shuning bilan bir oylindiga yer kelgan vaqtda heliqi oldida ko'ringan heliqi mashinaning qizil chirqimi yo'qolib ketibdi. Bu mashina texim jiroqlab ketdi. Bu shofir meni tosh etib ketdi. Endi qanday qilaman deb qo'rqib aloqazot bo'lib tursa, keyin tarafdan mashinaning shunda kuchli laba urgan ovoz anglabdi. Endi Abdullah xiyolda ma keynimda kelayotgan shofirga deb baqay, meni avolamda yo'q deb yo'lning qirda saqlab tursa, keyindagi mashina kelib qarsa, bu dal o'zi chiqib kelgan heliq shofirning mashinasi. Heliq shofir Abdullahni ko'rib, beshin derizini chiqiribla, "Voy ufkamay, nim bo'lding? Bu mashinada sakrab tushibla oldimda yugurib ketib borsa, laba ursammi to'xtamaysa, voqasammi anglamading" debdi. Degankin, "Voy aka, yo'q, men tushibmadim. Bir qo'limdan tortib tushiribdi. Uning ustiga sizning mashinangiz old tarafda ketib bormamdi. Bu mashinaning keyinda qolganligini uqmabdi, men nima shok ketdi bu" deb endi onqiramayli qopdi Abdullahmi. Anadagi heliq odam, "Voy ufkam, bu davon ashunda xatarlik bir davon. Müşta g'alati ishlar bektol yuz berib turdi. Şoň məmdi özüm yalğız meňişdən qo'rqab, bir adam bolsunmu silib olay dep bekat tutsam, sen uchrab qaldың. Şoň seni silib algandım" depdi. 3-nji hikayem tügidi. Abdullah tağımızdan bana sözlep bergen barlyk hikayelerim şeýle ahyrlaşdy. Yana guljuda yüz bergen başga işlarmy bar, men ýene sözlep bermä dedi. Sözlep berse, ýanlap bermä. Ahyrda bir torduşymyzdan kelgen hikayeni sözlep berey. Bu torduşymyzyň 7-8 ýaş wagtlarga o vaqtlarda dadisi bir yezdiki su idarasida işleytkende, bu yezi şunda çıraylık ke. Keyin tarafta şunda igiz çoğun tağlar bak ke. Oldu tarafta bolsa köz yetkisiz darya bak. Bu idare aşındaq bir yerge joylashgan kende, bularmı hem de idaradan bergen öýde turdy ke. O bir qish pesliken toq. Bu tordaşynyň apsy bu mumlaryny yo'qlygyly özüniň ýurtdyga ketken ke. Bularning o öýde kaň bak ke, anandikin laydan yasagan oçaq bak ke. Şu güni keçde dadisi uçaq şunda jiq otullarni kümelerni silip itip tordaşynyň ýynyna kelip ýetipdi. Bu bala uxlap itip yerim keçide hemdi dadasynyň şunda çoň bir hereketinden uýgunyp gitipdi. Dadysy mundaq beşini kötürüp bir näsini körüp gelip qo'rqyp ketgenden ulturup alganke. Bu tordaşmy şu wagtda uýgunyp gitipdi. Şonuň bilen beşini ýutgandan çykyryp munda qarsa, uçaqnyň oldida işte oppoq kiyim kiyip algan bir ayal çaşlary şunda çuwuk. Uçaqnyň içige putun tıqyply ultagankende öýüniň içi aslida qarangy ekan toq, lekin o ayalnyň etrapyda bir xil ýoruklyk bar ekan. Ýani etrap ýorup ketgenkende, şu bu ayalny iňik görüpdi. O ayal putuny şu tizgi kegçe uçaqnyň içige tıqyply ultaganke, uçaqnyň içindeki otlar diýen patmay teşigi ketgenke. Bular o ayalny keýinden görüpdi. O ayal işte çaşlaryny tarap ultagankende, öýüniň içini hemde tynygysyz bir sisiq purak kaplap ketgenke. Bu bal onu görüp qo'rqunda vaqirib ýetel dep gapdy. Dadysym içtik o balny agyzyny itip elip, "Şş balam vaqirma,
ko'zingni ching yumib yetib ol debdi. Shundan bilan bu bola ham ma'qul deb ko'zini yumib yetib olibdi. Dadasi mashta uxlamay o'ltiribdi. Qachonlar uxlab qolganini o'zim bilmaydi. Bir vaqt ko'zini ochib qarasa, tong suzilgan. Ishik bo'lsa bir odam patqidek qashta qiya ichilib qolganka, uyning ichi shunchalik muzlab ketganka. Mush hikoyasini biz bilan o'rtoqlashibdi. Unda bo'lsa bugungi barliq hikoyalar oxirlashdi. Yoqtirgan bo'lsanglar yurak berib, do'stlarga taqdim qo'yishni unutmang.